Kitobni tinglashdan oldin bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Qo'llovingiz kanalimiz o'sishiga yordam beradi va kitoblarning davomiy bo'lishini ta'minlaydi. Bizni tushunganingiz uchun rahmat. Endi kitobga. Siz o'zgarasiz. Uzoq muddatli rejalar tuzish qiyin, chunki insonlarning maqsad va istaklari vaqt o'tgan sayin o'zgaradi. Men na obro' va na iqtidorga ega, ammo taniganlarim orasida eng mehnatkashi bo'lgan bir do'stim bilan birga ulg'aydim. Bunday odamlardan ko'p narsa o'rganish mumkin. Chunki ular muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi har bir qadamni juda yaxshi anglashadi. Do'stimning bolalikdagi orzusi shifokor bo'lish edi. Lekin o'shanda bu orzuning amalga oshishi ehtimoldan juda yiroqdek tuyular. Aqli raso hech bir odam do'stimning orzusi haqiqatga ko'chishiga ishonmasdi. Biroq u harakat qilishdan aslo to'xtamadi va kursdoshlaridan 10 yosh katta o'sha yigit axiyri shifokor bo'ldi. Noldan boshlanib to tibbiyot oliygohiga eltuvchi yo'lni bosib o'tib, barcha ishonchsizliklarni inkor etgan holda eng sharafli kasbni egallash uchun qanchadan qancha harakat talab etiladi. Bir necha yillar oldin u bilan gaplashgandim. O'zaro suhbatimiz quyidagicha bo'lib o'tgandi. Men gaplashmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ahvollaring qanday? Rahmat, ajoyib kasbim bor. Aha, xo'sh. Ajoyib kasbim bor, og'ayni. Suhbatimiz 10 daqiqa shu zaylda davom etdi. Stress va uzoq kun davom etadigan ishi uni holdan toydirgandi. U 15 yil ilgari qattiq xohlagan va shaxt bilan harakat qilib erishgan bugungi mavqeidan hafsalasi pir bo'lganga o'xshardi. Psixologiyada shunday nazariya borki, unga ko'ra odamlar o'z kelajaklari haqida oldindan taxmin bildirishda juda ko'p adashishadi. Maqsadlarni tasavvur qilib ko'rish oson va zavqli albatta, ammo ularni raqobat tobori kuchayib borayotgan haqiqiy hayotda tasavvur qilish butunlay boshqa narsa. Bu kelajakdagi moliyaviy maqsadlarimiz to'g'risida tuzadigan rejalarimizga ham katta ta'sir o'tkazadi. Barcha 5 yoshli bolalar ulg'ayganlarida traktor haydovchisi bo'lishni xohlashadi. Ko'ngildagidek ish, bip-bip, qochinglar, traktor kelyapti bilan boshlanadi va shu bilan tugaydi deb o'ylaydigan yosh bola ko'ziga boshqa kasblar unchalik yaxshi ko'rinmaydi. So'ngra ular ulg'aygach traktor haydash unchalik ham yaxshi ish emasligini anglab yetishadi. Ehtimol ular obro'liroq va serdaromad kasb egasi bo'lishni xohlab qolishar. Shu sababli ba'zilar o'smirlik paytlarida huquqshunos bo'lishni istashadi va oldilariga aniq maqsad qo'yganliklarini pesh qilishadi. So'ngra huquqshunos oliygohiga o'qishga kirishadi va bir qator xarajatlarga duch kelishadi. Nihoyat huquqshunos bo'lganlarida esa ularning ish soatlari shunaqangi uzun bo'ladiki, oila a'zolari bilan ko'rish uchun deyarli vaqt ajrata olishmaydi. Ehtimol ular keyinchalik maoshi kam bo'lsa ham ish soatlari ma'qul bo'lgan boshqa ish topishar. So'ngra bola parvarishlovchi enaganing maoshi ularga juda qimmatga tushishi va daromadlarining katta qismi shunga ketishini tushunishgach, uyda qolib o'zlari bolalarga qarashga qaror qilishadi. Mana shuni eng to'g'ri tanlov deb hisoblashadi. 70 yoshlarida esa ishlamay, uyda qolganliklari sabab endi nafaqa davri uchun tayyor emasliklarini anglashadi. Ko'pchiligimizning hayotimiz xuddi shu zaylda o'tadi. AQSh Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, oliy ta'lim bitiruvchilarining atigi 27% o'z sohalari bo'yicha faoliyat yuritishar ekan. Uyda qolib bola parvarishi bilan band bo'lganlarning 29%ni oliy ma'lumotlilar tashkil etar ekan. Ularning deyarli hech biri o'qiganliklaridan afsuslanishmaydi albatta. Ammo shuni ham aytib o'tish kerakki, 30 yoshlardagi endigina ota yoki onalik bo'lish sharafiga muyassar bo'lgan kishi kasbiy rejalari haqida uning o'zi 18 da bo'lganida hatto tasavvur qila olmaydigan turfa yo'sinda fikr yuritadi. Uzoq muddatli rejalar tuzish muhim, lekin hamma narsa, atrofimizdagi dunyo ham, xohish va maqsadlarimiz ham vaqt kelib o'zgaradi. Bir so'z bilan aytganda, kelajak biz uchun nimalar tayyorlab qo'yganini bilmaymiz. Yana bir narsani tan olish joizki, odamlar kelajakda hatto nima xohlashlarini ham bilishmaydi. Aslida deyarli hech birimiz bundan boxabar emasmiz. Kelgusidagi istaklarim o'zgarishi mumkin deb hisoblasangiz, uzoq muddatli qarorlar qabul qilish yanada qiyinlashadi. Xomxayollar yakuni deb nomlanadigan bu davrni psixologlar quyidagicha izohlashadi.
Odamlar o'tmishlari bilan solishtirganda o'zlarining qanchalik o'zgarganini bilishni qattiq xohlashadi. Ammo shaxsiyatlari, istaklari va maqsadlari kelajakda o'zgarishi mumkinligiga ahamiyat berishmaydi. Garvard universiteti psixologi Daniel Gilbert shunday degandi: Hayotimizning har bosqichida kelajagimizdagi menimizning hayotiga katta ta'sir o'tkazadigan qarorlar qabul qilamiz. Va o'sha odam bo'lganimizda qilgan qarorlarimizdan har doim ham xursand bo'lavermaymiz. Shu sababli ham odamlar o'smirlik davrida yaxshigina pul to'lab chizdirgan tatuirovkalarini katta bo'lishganida yana ancha pul to'lab o'chirtirishadi. Yoshliklaridagi turmush qurishga shoshilgan odamlar o'rta yoshlarida ajrashishga oshiqishadi. O'rta yoshdagilar erishish uchun qattiq mehnat qilgan narsalarni yo'qotish uchun keksalik bosqichida turganlar qattiq harakat qiladi. Ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Hammamiz o'tmishimiz nihoyasiga yetdi. Hamisha bo'lishni istagan insonimizga aylandik va umrimizning qolgan qismida ham shundayligimizcha qolamiz degan xom xayollar bilan yuramiz. Bundan hech qachon yetarli saboq chiqara olmaymiz chog'i. Gilbertning izlanishlari shuni ko'rsatadiki, 18 dan 68 yoshgacha bo'lgan odamlar kelajakda qanchalik o'zgarishlari mumkinligiga yetarli baho berishmaydi. Bu uzoq muddatli moliyaviy rejalarga qanchalik ta'sir o'tkazishi mumkinligiga e'tibor qarating. Charlie Munger compoundingning eng birinchi qoidasi unga bemavrid xalaqit bermaslikdir degan edi. Biroq ko'zlagan maqsadlaringiz vaqt o'tgani sayin o'zgarib borsa, karyera, investitsiya, xarajatlar va hokazolardan iborat moliyaviy rejangizga putur yetmasligini qanday ta'minlash mumkin? Ronald Reed va Warren Buffett kabi odamlar nima sababdan muvaffaqiyatga erishganning sabablaridan biri ham ularning 10 yillar davomida bir xil narsa bilan shug'ullanishganida va shu orqali compoundingning kuchining oshib borishiga qo'yib berishganida. Lekin aksariyat odamlar o'z hayotlari davomida shunchalik ko'p o'zgaradilarki, 10 yillab bir xil faoliyat bilan shug'ullanishni xohlashmaydi. Ehtimol shu sababli ham ularning pullari 80 yillik yaxlit umr emas, 4 ta 20 yillikni boshdan kechirar. Daromadi kam, oddiy hayotda aniq maqsad bilan yashaydigan ko'plab yoshlarni bilaman va ular hayotlaridan juda mamnunlar. Ya'ni shunday odamlar borki, topganini dabdabali hayotda yashashga sarf qilish uchun tinim bilmay ishlashadi va ular ham bundan juda mamnun. Lekin shu ikkala vaziyatda ham muammo kelib chiqishi mumkin. Birinchi guruh vakillari oila boqish yoki nafaqa jamg'armasi yig'ish bilan bog'liq muammoga duchor bo'lishi mumkin bo'lsa, ikkinchi toifadagilar navqiron yoshligi va sog'ligini behuda sarflagani tufayli afsus qilishlari ehtimoli yo'q emas. Bu kabi muammolarga oddiy yechim mavjud emas. 5 yoshli bolaga traktor haydovchisi bo'lish o'rniga huquqshunos bo'lishni aytib ko'ringchi. U butun vujudi bilan bu fikrga qarshi chiqadi. Lekin uzoq muddatli qarorlar qabul qilayotganingizda doimo yodingizda tutishingiz kerak bo'lgan ikki narsa bor. Moliyaviy rejalar tuzayotganimizda o'ta keskin tomonni tanlamasligimiz lozim. Ya'ni juda kam daromad bilan baxtli bo'laman deb o'ylash yoki yuqori daromad topish uchun oxiri yo'q ish soatlarida mehnat qilishni tanlash pushaymonlik ehtimolini oshiradi. Yuqorida tilga olingan xom xayollar yakuni nomli psixologik davrni yuzaga keltiruvchi omil shuki, odamlar aksariyat vaziyatlarga moslashib ketishadi. Shu sababli ular tutgan yo'lning ijobiy tomonlari, ya'ni deyarli hech nimaga ega bo'lmaslikning oddiyligi yoki deyarli hamma narsaga egalik qilishning zavqi yo'qoladi. Ammo salbiy tomonlari, ya'ni nafaqaga chiqishga qurbi yetmaslik yoki pul orqasidan quvib o'tkazilgan hayot davomiy afsus nadomatlarga sabab bo'ladi. Dastlabki rejangizdan voz kechib, yo'qotgan vaqtingizni o'rnini to'ldirish uchun boshqa yo'nalishda 2 barobar tez harakat qilishingiz kerakdek tuyulganda, afsuslaringiz yanada kuchayadi. Compounding strategiyasi rejangiz amalga oshishi uchun bir necha yillar yoki 10 yillar vaqt ajratganingizdagina yaxshi ish beradi. Bu nafaqat pul tejashda, balki ishda va odamlar bilan munosabatlarda ham birdek foydalidir. Sabr-toqat eng asosiy omil.
Vaqt o'tgani sayin o'zgarishga moyil ekanimizni hisobga olganingizda, hayotingizdagi muvozanat sizni kelgusidagi pushaymonlikdan asraydigan va sabrli bo'lishga undaydigan strategiyaga aylanadi. Kasbiy faoliyatingiz davomida o'rtacha yillik jamg'arma, o'rtacha bo'sh vaqt, unchalik uzoq bo'lmagan ish joyi va oilangiz bilan yetarli vaqt o'tkazishdek maqsadlarni ko'zlasangiz, rejangizdan uzoq vaqt foydalanish va pushaymonlikning oldini olish ehtimoli oshadi. Qolaversa, fikrimiz doimo o'zgarib turishini ham inobatga olishimiz kerak. Hayotim mobaynida uchratgan eng kambag'al ishchilarning ayrimlari 18 yoshlarida shu sohani tanlaganliklari uchungina o'z ishiga sodiq qolgan odamlardir. Xomxayollar yakuni nazariyasini anglab yetganingizda, hali voyaga yetmasdan turib, keksaygan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib qolgan chog'ingizda ham o'zingiz uchun sevimli bo'lib qoladigan kasbni tanlash ehtimoli juda pastligiga amin bo'lasiz. Eng yaxshi yo'l o'zgarishlar muqarrar ekaniga ishonib, iloji boricha tezroq olg'a qadam bosish. Wall Street jurnalining investitsiya sohasi bo'yicha kolumnisti Jason Zweig, psixolog Kahnemanning Tez va sekin fikrlash kitobi yozilish jarayonida muallif bilan birga ish olib borgan. Zweig Kahnemanga naf keltirgan bir g'ayritabiiy xislat haqida shunday yozadi. Danny bilan o'tkazgan vaqtim mobaynida meni eng ko'p hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, u ba'zan hozirgina tugatgan ishini bir zumda yo'qqa chiqarib yuborardi. Ikkovlari biror bob ustida juda uzoq vaqt ishlashlariga to'g'ri kelgan vaziyatlar ko'p bo'lgan va Kahneman kutilmaganda butkul o'zgartirib tashlangan va tanib bo'lmas holga kelib qolgan matnlarni yuborar, uning boshi ham, oxiri ham nihoyatda o'zgacha bo'lar. Xayolingizga ham kelmaydigan dalillarni o'zida jamlar. Ular esa siz umuman eshitmagan tadqiqotlarga asoslangan bo'lardi. Shuncha qilingan mehnat va sarflangan vaqtga qo'l siltab, hech narsa bo'lmagandek yana qanday qilib yangidan boshlab keta olishni Kahnemandan so'raganimda, deydi Zweig, u men uchun hech qachon unutmaydigan bir gap aytgandi. Men qaytarib bo'lmas hech nima yo'qotganim yo'q. O'tgan ishga achinish, ortga qaytib bo'lmaydigan o'tmish bilan bog'liq qarorlarda qotib qolish. Vaqt o'tgani sayin odamlar o'zgarib boradigan bu dunyoda dahshatning o'zginasi. Ular kelajakdagi menimizni o'tmishimizga asir qilib, uni umuman boshqa menga aylantiradi. Bu xuddi notanish odamning hayotingizdagi eng muhim qarorlarini siz uchun qabul qilishi bilan barobar. Umuman boshqa odam ekaningizda oldingizga qo'ygan moliyaviy maqsadlardan voz kechib yashashda davom etish kelajakdagi pushaymonliklarni kamaytirishning samarali yo'li bo'la oladi. Buni qanchalik tez amalga oshira olsangiz, compounding o'z kuchini ko'rsatishni boshlashi ham shunchalik tezlashadi. Endi esa compounding shu kuchini ko'rsatishi sizga qanchaga tushishi haqida gaplashamiz. Tekin narsaning o'zi yo'q. Har bir narsaning o'z bahosi bor. Ammo hammasi ham yorliq ustiga ko'rsatilgan bo'lavermaydi. Har bir narsaning o'z bahosi bor va ularning aksariyatiga ega bo'lish uchun shunchaki narxni aniqlash va to'lash kifoya. Lekin muammo shundaki, ba'zi narsalarning bahosini toki siz ularni boshingizdan kechirmaguningizcha bilolmaysiz. General Electric kompaniyasi 2004-yilda dunyoning eng yirik kompaniyasi hisoblangan va uning qiymati $1 trillion uchdan bir qismini tashkil etgan. Kapitalizm davridagi korporativ aristokratiyaning yorqin misoli bo'lgan mazkur kompaniya 20-asrning dastlabki 10 yilligi davomida reytinglarda birinchi yoki ikkinchi o'rinni egallab kelgan. Keyinchalik esa hammasi chappasiga keta boshlagan. 2008-yilda yuz bergan moliyaviy inqiroz sababli General Electric kompaniyasiga keladigan foydaning yarmidan ko'pini tashkil etuvchi moliya bo'limi ham tang ahvolga tushib qolgan va oxir oqibatda arzon garovga sotib yuborilgan. Neft va energiyaga tikilgan pullar o'zini oqlamagani oqibatida kompaniya milliardlarni qo'ldan boy bergan. General Electricning aksiyalari 2007-yilda $40 tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2018-yilda $7 ga tushib ketgan. Yo'qotishlar sababli 2001-yildan beri kompaniyani boshqarib kelayotgan Jeff Immeltga keskin ayblovlar qo'yilgan.
Uning kompaniyani boshqarish usuli, dividendlar miqdorini tushirib yuborgani, ishchilarni ishdan bo'shatib yuborgani va albatta aksiya narxlarining pasayib ketishiga e'tiborsizligi qattiq tanqid ostiga olingan. Ishlar ko'ngildagidek ketayotgan davrda sulolaviy boylikka munosib ko'rilganlar ishlar chapasiga ketganida ham mas'uliyatni o'z zimmalariga olishadi. Jeff Immelt 2017-yilda lavozimidan iste'foga chiqqan. U ishdan ketayotgan paytda chuqur ma'noli gaplarni aytgan. Qilgan ishlari noto'g'riligini va imkoniyatdan foydalana olmay qolganini bot-bot takrorlayotgan tanqidchilarga javoban Immelt kompaniyaning o'zidan keyingi boshqaruvchisiga shunday degan: "To o'zing bajarib ko'rmaguningcha, tashqaridan hamma ish osondek tuyulaveradi." O'zingiz bajarib ko'rmaguningizcha tashqaridan hamma ish osondek tuyuladi, chunki sahnada turgan odam duch kelgan qiyinchiliklar uning atrofidagi olomonga ko'rinmaydi. Sarmoyadorlar, boshqaruvchilar, uyushmalar va jamiyatda ildiz otgan byurokratiyaning bir-biriga zid talablari bilan murosa qilish tugul, to boshingizga tushmagunicha muammolarning jiddiyligini anglashning o'zi anchayin mushkul. Imeltning o'rniga kelgan rahbar ham 14 oy faoliyat yuritgach buni tushunib yetgan. Ko'plab jarayonlar nazariyadan ko'ra amaliyotda anchayin murakkabroq kechadi. Ba'zan o'zimizga ortiqcha baho berib yuborishimiz buning sabablaridan biri bo'lsa-da, asosiy sabab shundaki, biz muvaffaqiyatning asl bahosini bilmaymiz va shuning uchun uning badalini to'lay olmaymiz. 2018-yil oxirlarida S&P 500 iqtisodiy ko'rsatkichlari oxirgi 50 yilda 119 barobarga o'sgan. Aksiya egalarining qiladigan ishi shunchaki o'tirib, pullarning yanada ko'payishini kutishdan iborat edi xolos. Biroq investitsiya sohasida muvaffaqiyatga erishish ham to o'zingiz qilib ko'rmaguningizcha tashqaridan osondek tuyulaveradi. Qimmatli qog'ozlar uzoq muddat ushlab turilishi kerak degan gap tez-tez quloqqa chalinadi. Bu juda oqilona maslahat. Biroq qimmatli qog'ozlar bahosi tushib ketayotganda ham ularni saqlab turish qanchalik qiyin ekanini bilasizmi? Hamma narsa kabi muvaffaqiyatli sarmoyaning ham o'z bahosi bor. Biroq uning bahosi dollar va sentlar bilan o'lchanmaydi. Uning bahosi o'zgarishlar, qo'rquv, shubha va pushaymonlikdan iborat bo'lib, o'z boshingizga tushmaguncha ularga jiddiy ahamiyat bermaysiz, e'tiborsiz qoldirasiz. Sarmoya kiritishning ham badali bor ekanini tushunmasangiz, tekinga narsa olishga harakat qilgandek bo'lasiz. Bu xuddi do'konni tunashga o'xshaydi va uning oxiri odatda yaxshilik bilan tugamaydi. Aytaylik, yangi avtomobil sotib olishni xohlaysiz. Uning narxi $30,000. Oldingizda 3 ta yo'l bor. $30,000 to'lash, ikkinchisi haydalgan va biroz arzonroq avtomobil topish, uchinchisi uni o'g'irlash. Bu vaziyatda 99% odamlar 3-yo'lni tanlash to'g'ri emasligini yaxshi bilishadi. Chunki mashina o'g'irlashning salbiy oqibatlari oldida ijobiy tomonlari ko'zga ko'rinmay qoladi. Xotirjam nafaqaga chiqishingiz uchun sarmoyangizdan keyingi 30 yil davomida yillik 11% ulush olish yetarli bo'ladi deylik. Sizningcha bu tekinga keladimi? Albatta yo'q. Hayot bunchalik yengil emas. Narx yozilgan yorliq hamda to'lanishi kerak bo'lgan hisob varaqasi har doim bo'ladi. Bu bozorning katta daromad keltiruvchi va uni yanada tezda ko'paytirib oluvchi oxiri yo'q masxara nomus o'yinidir. Dividendlarni ham hisobga olsak, Dow Jones Industrial Average 1950-yildan 2019-yilgacha yiliga taxminan 11% dan foyda keltirgan va bu juda ajoyib natija bo'lgan. Biroq bu davrdagi muvaffaqiyatning bahosi ham ancha yuqori bo'lgan. Bu bozordan olingan foydaning bahosi, badalidir. U bozor o'yiniga qabul qilinish narxi. Boshqa mahsulotlar kabi daromad ham ancha katta bo'lsa, badali ham shuncha yuqori bo'ladi. Netflix kompaniyasi aksiyalari 2002-yildan 2018-yilgacha 35,000% dan ham ko'proq foyda keltirgan. Ammo 94% davr mobaynida eng yuqori ko'rsatkichdan past qiymatda sotilgan. Monster Beverage 1995-2018-yillar oralig'ida 319,000% foyda keltirgan, lekin 95% davr mobaynida eng yuqori ko'rsatkichdan past qiymatda sotilgan.
Yuqorida keltirilgan avtomobil sotib olish masalasi singari oldingizda bir nechta yo'l turibdi. Barqarorlik va notinchlikni qabul qilgan holda uning badalini to'lashingiz yoki haydalgan mashina kabi badali kamroq mol-mulkka egalik qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'g'irlangan mashina bilan bo'lganidek muvaffaqiyat bilan yonma-yon yuradigan keskin o'zgarishlardan qochib, foyda olishga harakat qilsangiz bo'ladi. Investitsiya sohasida ko'pchilik uchinchi yo'lni tanlaydi. Qonunga muvofiq va yaxshi niyat bilan qilingan bo'lsa-da, ular badalini to'lamay turib foyda olish uchun strategiya va qulay yo'llarni o'ylab topishadi. Ular ham sotib olishadi, ham sotishadi. Keyingi inqiroz davri kelmay turib sotishga, narxlar oshmay turib sotib olishga ulgurishga harakat qilishadi. Tajribasi kamroq investorlar ham o'zgarishlar odatiy hol ekanini yaxshi bilishadi va o'zgarishlarga mantiqan to'g'ridek tuyulgan yo'ldan borishadi, ya'ni badal to'lamaslikka, undan qochishga harakat qilishadi. Biroq hayot badalini to'lamasdan boylik orttirishni xohlaydiganlarni unchalik xushlamaydi. Ba'zi avtomobil o'g'rilari o'ylagan ishlarining uddasidan chiqa oladi. Ko'pchiligi esa qo'lga tushadi va jazolanadi. Investitsiya sohasida ham xuddi shunday. Morningstar firmasi qulay vaqt kelganida aksiyalar va obligatsiyalarning unisidan bunisiga o'tib, xavf miqdorini kamaytirish orqali daromad olishga harakat qilish strategiyasidan foydalanuvchi ikki taraflama fondlarning ish jarayonini o'rganib chiqqan. Ular badalini to'lamay turib foyda olishni xohlashadi. Izlanishlarda 2010-yilning o'rtalaridan 2011-yil oxirlariga qadar bo'lgan davrga e'tibor qaratilgan. Bu davrda AQSh bozorlari yangi iqtisodiy inqiroz yuz berishi mumkinligidan qo'rquvga tusha boshlagan va S&P 500 ning qiymati 20% ga tushib ketgandi. Bu ikki tomonlama fondlar muvaffaqiyat qozonishi uchun qulay vaziyat edi. Ularning porlaydigan vaqti kelgandi. Morningstar firmasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, bu davrda 112 ta ikki tomonlama fondlar faoliyat yuritgan. Ulardan atigi 9 tasi 60 ga 40 aksiya obligatsiya fondiga qaraganda ancha xavfsiz yo'l bilan foydaga erishgan. 4 dan 1 qismining investitsiya qiymati biroz pasaygan. Morningstar firmasi hisobotida shunday deb yozilgan. Bir ikkita istisnoni hisobga olmaganda ikki tomonlama fondlar juda kam foyda ko'rgan. Ko'pchiligi o'zgarishlarni boshdan kechirgan va anchagina zarar ko'rgan. Yakka tartibdagi investorlar sarmoya kiritayotganlarida bunga aldanib qolishadi. Morningstar firmasi bergan ma'lumotlarga binoan o'rtacha ikki tomonlama fond investori kutilganidan 1.5% kamroq daromad qilgan. Ular sotib olib, yana qayta sotish usulini emas, shunchaki sotib olib, yetarli muddatda ushlab turish yo'lini tutishlari talab etilardi xolos. Ular badaldan qochishga harakat qilib, 2 barobar qiymatga tushishgandi. General Electric kompaniyasiga qaytamiz. Kompaniya kamomadining katta qismi avvalgi rahbar Jack Welch davriga borib taqaladi. Welch ma'lum iqtisodiy chorak davomida har bir aksiyaning keltiradigan daromadi Wall Street prognozlarini ortda qoldirishi bilan mashhur bo'ldi. U o'z ishining ustasi edi. Agar Wall Street tahlilchilari har bir aksiya uchun $0.25 foyda bo'lishini taxmin qilib turgan bo'lsa, Jack biznes va iqtisodiyot vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar foydani $0.26 ga yetkazardi. U buni kelgusi chorakdagi daromadni hozirgi chorakka tortib ko'rsatish yo'li bilan amalga oshirardi. Forbes jurnalida keltirilgan o'nlab misollardan birida quyidagicha fikr bildirildi. General Electric ketma-ket 2 yil davomida lokomotivlarni shartnomadagi shaxslar o'rniga nomi keltirilmagan moliyaviy hamkorlarga sotgan va natijada bu kompaniya boshqaruvini muammolar girdobida qoldirgan. Welch bu o'yinni hech qachon inkor qilmagan. O'zining Jasurlik sari nomli kitobida u shunday yozadi. Kompaniyadagi barcha yetakchi vakillarning inqirozga sabab bo'lgan munosabati General Electricning o'ziga xos jihati edi. Ma'lum moliyaviy chorak bo'yicha hammasi hal bo'lib ulgurganiga qaramay, ularning ko'pchiligi darhol oradagi bo'shliqning o'rnini to'ldirish uchun yordam taklif qilishardi. Ba'zilari kamomad o'rnini qoplash maqsadida, boshqasi bizneslaridan 10, 20 va hattoki $30 million mablag' kiritishga tayyorliklarini bildirishgan.
Natija shunday bo'ldiki, Welch boshqaruvchi ostida aksiyadorlarning hech biri badal to'lashlariga hojat qolmagan. Doimiy barqarorlik kuzatilgan, kutilmagan o'zgarishlar sodir bo'lmagan va aksiyalar bahosi yildan yilga ko'tarilib borgan. Keyin esa doimgidek to'lov muddati yetib kelgan. General Electric aksiyadorlari avvallari hisobot taqdim etishdagi turli o'yinlar orqali yashirib kelingan, lekin aslida muqarrar bo'lgan katta yo'qotishlarni boshdan kechirishgan. Welch davrida misqollab topganlarni botmonlab yo'qotishgan. Uy-joy krediti tashkilot rahbarlari Freddie Mac va Fannie Mae'ning muvaffaqiyatsizligi bu holatga yorqin misol bo'la oladi. Ular 2000-yillarning boshlarida kelajakda investorlarni hammasi yaxshi va barqaror ketayotganiga ishontirish maqsadida bu pullarni ishlatamiz deb niyat qilib, ayni paytdagi foydalarni milliardlab dollarga kamaytirib ko'rsatganliklari sababli qo'lga olingan. Ular ham kelajakdagi ehtimoliy pasayish davrining bahosini to'lamay turib, undan qochish yo'llarini izlashayotgandi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Mashina, uy, oziq-ovqat va sayohatlarning to'lovini to'lashga oshiqadiganlar nima sababdan investitsiyadan kelgan foydaning badalini to'lashdan qochishga bunchalik qattiq harakat qilishadi? Javob esa oddiy. Muvaffaqiyatning bahosi o'sha paytning o'zidayoq aniq bo'lmaydi. Uning narx yozilgan yorlig'i bo'lmaydi. Shu sababli to'lov muddati kelganida sizga to'lovingiz evaziga hech nima kelmaydigandek tuyuladi. Bu ko'proq qilingan xatoyingiz uchun jarima to'lashga o'xshaydi. Odamlar esa odatda to'lovni osongina amalga oshirishadi-yu, lekin jarimalardan qochishadi. Biz odatda jarimalardan qochish yo'llarini qidiramiz. Transport va soliq jarimalari qandaydir xatoga yo'l qo'yilganligini va jazoga loyiq ekaningizni bildiradi. Mablag'i jarimalar sababli kamayganlar esa kelgusida uchrashi mumkin bo'lgan har qanday jarimadan qochishga urinishadi. Bu sizga arzimas narsadek tuyulishi mumkin, ammo bozordagi o'zgarishlarni jarima emas, badal deb hisoblash dunyoqarashingizni rivojlantirishda juda muhim omil bo'ladi va natijada investitsiyalar sizning foydangizga ishlamagunicha sabr bilan harakat qilishda davom eta olasiz. Deyarli hech bir sarmoyador mablag'imning 20% ni yo'qotsam ham xavotirga tushmayman deb ayta olmaydi. Bu ayniqsa 20% li zararga umuman guvoh bo'lmagan yangi investorlarga 2 karra to'g'ri keladi. Lekin o'zgarishlarni to'lov emas, badal deb hisoblasangiz, hamma narsa ko'zingizga boshqacha ko'rina boshlaydi. Disneyland chiptalarining narxi $100 turadi. Bu pul evaziga u yerda bolalaringiz bilan unutilmas kunni birgalikda o'tkazishingiz mumkin. O'tgan yili 18 million odam bu narxni arzirli deb bilib unga tashrif buyurgan. Juda kamchilik bu pulni jarima sifatida qabul qilgan. Siz badal deb to'layotganingizni sezib turganingizda hamma narsa o'z qiymatiga muvofiq oldi-sotdi bo'layotganini anglab yetasiz. Keskin o'zgarishlar jarima emas, badal deb hisoblanadigan investitsiya sohasida ham xuddi shunday. Bozordan keladigan daromad hech qachon tekin bo'lmaydi ham. Boshqa mahsulotlar kabi ularning ham to'lovi bor. Disneylandga borishga majbur bo'lmaganingiz kabi, bu to'lovlarni ham to'lashga majbur emassiz. Chipta narxlari $10 bo'lgan mahalliy yarmarkaga borsangiz yoki hech qancha mablag' sarflamasdan uyda qolsangiz bo'ladi. Shunda ham vaqtingiz chog' o'tishi mumkin, lekin hamisha to'lovingizga yarashasini olasiz. Aksiya bozorlarida ham xuddi shunday. Kamroq foyda keltiruvchi obligatsiyalar emas, nisbatan yuqori daromad keltiruvchi imkoniyatga ega bo'lishning bahosi keskin o'zgarishlar, ya'ni noaniqlik yuzaga keltiradigan xavotir hissi hisoblanadi. To'layotgan badalingiz siz ko'radigan daromad uchun arzirli ekanini o'zingizga ishontiring. Bu bozordagi keskinlik hamda noaniqliklarni yengib o'tishning eng to'g'ri yo'li hisoblanadi. Siz u orqali qiyinchiliklarni bir amallab toqat qilib emas, aksincha, to'lovingiz shunga arzishini anglagan holda yengib o'tasiz. Hammasi yaxshi bo'lishiga hech kim kafolat bera olmaydi. Ba'zida Disneylandda ham yomg'ir yog'ib turadi, lekin kirish to'lovini jarima deb hisoblasangiz, hech qachon kerakli zavqni tuyolmaysiz. Shunchaki narxni aniqlang va to'lang. Sizlar bilan Darvesh kanali bo'ldi. Bu qism tugadi. Keyingi qismda ko'rishguncha